Sen? Bu bizning Yunhay guruhi raisi Tsin xonim. Shaxsan o'zi siz bilan suhbat o'tkazmoqchi. Demak, sen Yunhay guruhining raisi ekansan-da, chaki emas. Ancha yosh ko'rinar ekansan. Rezyumeni ko'rib chiqdim. Na ma'lumoting, na ish tajribang bor. Senga o'xshaganlar meni kompaniyamda hatto qo'riqchi bo'lishga ham loyiq emas. Tsin xonim, bu rezyume shunchaki bir rasmiyatchilik. Kompaniyangiz iste'dodlarini izlayotgan ekan, demak asosiysi odamning qobiliyati emas. Senda hech qanday qobiliyatni ko'rmayapman. Liftda qizlarga beodoblik bilan gap ochishdan tashqari yana nimani bilasan? Juda ko'p narsani bilaman. Agar Tsin xonim buni ko'ra olmayotgan bo'lsa, bu uning didi pastligidan dalolat. Sen o'rta maktab bitiruvchisi Tsin xonimning farosatiga shubha qilyapsanmi? Men sen bilan shaxsan o'zim suhbat o'tkazyapman, chunki meni kompaniyamda ish yoqmaslarga o'rin yo'qligini aytib qo'ymoqchiman. Lash-lushlaringni yig'ishtirda bu yerdan daf bo'l. Mayli. Lekin Tsin xonimga bir maslahat bermoqchiman. Bugun kompaniyangizni bozor qiymati 50 milliardga tushib ketadi. Aksiyalaringiz ham dastlabki narxgacha pasayadi. Agar Tsin xonim bu muammoni hal qila olmasa, qo'lidagi qog'ozda meni raqamim bor. Meni do'stona maslahatlarim arzon emas. To'xta. Labbay xonim. Kompaniyamni qarg'ashga qanday hadding sizda? Yunhay guruhi tashkil etilgandan beri Xaychendagi eng yetakchi korxona bo'lib kelgan. Sen aytayotgan halokat yuz berishi mumkin emas. Yuz beradimi, yo'qmi, buni ko'ramiz. Tsin xonim ahvol juda yomon. 3-loyihamizga hujum qilishga ko'rinadi. Kompaniya aksiyalari keskin tushib ketdi. Menimcha, vaziyatni o'nglay olmaymiz. Nima deding? Haq bo'lib chiqsa-ya. Tsin xonim, endi nima qilamiz? Favqulodda vaziyatlar rejasini darhol ishga tushiring. 1 soat ichida loyihani qayta boshlaylar. Xo'p bo'ladi. Qo'ysangizchi. Shunday paytda ham loyihani saqlab qolish haqida o'ylayapsizmi? Aftidan odamlar aytganiday aqlli emas ekansiz. Senda biror yaxshiroq chora bormi? Bu loyihani davom ettirish xavfli bo'ladi. Yaxshisi 4-raqamli loyihangizni rivojlantirishga e'tibor qarating. Balki Van I jamg'armasidan yordam so'rab kompaniyani bu vaziyatdan qutqarib qolarsiz. Tsin xonim, Voqeodagi bir o'rta maktabni bitirgan odam bo'lsa, uni gaplariga ishonib bo'lmaydi. Yordamchigan, u aytganidek qiling. Xo'p. Tsin xonim, agar uning taklifi noto'g'ri bo'lib chiqsa, axir kompaniyamiz zararga kirib ketadi-ku. Hozir boshqa ilojimiz yo'q. Qolaversa, uni bir gapi meni juda qiziqtirdi. Men chindan ham Van I jamg'armasi bilan hamkorlik qilishni istayman. Undan ham ko'proq janob Suning salobatini ko'rishni xohlayman. Meni salobatimni ko'rmoqchimi? Bu qiz meni sevib qolmaganmikin, mabodo? Nima deding? Hech nima. Xavotir olma. Tez orada qabul qilgan qaroring uchun minnatdor bo'lasan. Tsin xonim, kompaniyamiz darhol qayta tiklandi. Inqiroz ortda qoldi. Bundan tashqari, Van I rahbariyati o'zlari biz bilan bog'lanishdi. Ular bizning 4-loyihamizga qiziqishmoqda va biz bilan hamkorlik qilish masalasini ko'rib chiqishga tayyor.